Bu mashina musor ekanda, buzilaverar ekanda. Dunyoda ошибкасы turibdi. Hozir bu yerda mana qachon qarama ustaxona evakuator yuradi. Ekrani umuman yonmayapti. Perepatron bir torsa chiqishi kerak, bu yopishib qoldi. Arzimagan $150 deb butun boshli salkam $40,000 mashinani yaxib hech narsa emas. Bu narsa perepatron deyiladi. Katta akkumulyatorda bu muammo bo'ladigan bo'lsa, shu birinchi otish kerak mana. Tepasidan qo'yilgan otmagan. Butun turibdi mana. Porxi ham yo'q hatto. Buni Xitoy saytlariga kirsak, odamlar arzon eng patologik 200 ming so'mgacha olishadi buni. 200 ming so'mlik narsani ahvoli mana. Bu yerda hamma yoqda eritib olgan. Mana shuntlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda odamning hayoti butun boshli mol-mulkni risk ketyapti. Mana ko'rishimiz mumkin, bu planka qizigan, bu yer erigan. O'zi yangisi bunaqa bo'ladi. Hozir yangisiga alishtiryapmiz. Mana. Shu hatto ham shu qizish ham o'zini qoldiradigan bo'lsa, shu ham katta rol o'ynaydi. Xudo xolasa mashinamiz yurdi. Skorskiy ham tushdi. Hech qanaqa muammosi qolmadi. Xudo xolasa mashinani zaryadka qilib tekshirib ham ko'rdik. Bizga kelganda 60% zaryadka, 86% qilib tekshirdik. Xudo xolasa ekranda hech qanaqa ошибка qolmadi. Xudo xolasa xizmatlar bo'yicha bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hamma ishlarni 150% bitirib beramiz. Tesla House bilan birga bo'linglar. Xudo xolasa bu ошибкamiz yangi обновлениеda o'chadi. Chunki nimaga bu Xitoy bo'lgani uchun obnovleniyadan boshqa narsani kuta olmaymiz. Xudo xolasa bu deyarli mana yurgizganda chiqmaydigan ошибка bu.